boshqacha. Ketding, shahar paqaraga o'tiramiz endi. Menga qara, o'rtoq, haydoliysanmi o'zi? Ichganmiz-ku. Bobur aka. Ikkalasi ichgan ekanda, qarang, mashina haydab ketmoqchi shu ahvolida. Qo'shingchi, Misha dam olgani keldik-ku. Ishtamasdan qo'y kam. Yoki shu ahvolda ketmasa, ichgan yo'l yomon bilib bo'lmaydi. Senga nima? Aqlasan, hozir borganingni bir tinga olib ketsan. Mayli, aka, bilsan. Biroq yetib ko'raylik, insoniygarchilik yuzasidan. Iltimos aka, yuring. Bu ahvolda ketmasin. Yuring. Jigar, salom, gaplashdingmi, muhimi? Akalar, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, ichgan ekansizlar. Yo'q demasanglar, shu o'zimiz tashab qo'yaylik, bu holatda ketmaylar, bilib bo'ladimi? Har xil holat bo'lishi mumkin. Ukam, qo'y, maskimni qotirmagin. Ishing qilaver, maskim. Yo'q. Aka, hozir yo'lda juda yomon yo'l birinchidan, ikkinchidan g'ay bo'lsa, ishtirab to'lab, farzandlaringiz rizqini kesib aka, yordam qilamiz, aka, olib borib qo'yamiz manzilingizgacha o'zimiz haydab. Ukam, tog'da, g'ayga Malava. Inspektor Abdurahmonov.